protokol qilinadi, protokolda muddatlar qo'yib boriladi. Muddatlarni ijro muddatlari bo'ladi. Uni vaqtida ijrosini ta'minlamasak, unda ham bizga nisbatan choralar ko'rilib borilayotgan nimasi bor. O'sha uchun muddat berilyapti, muddatda bo'ladi, hech qanday nima yo'q. 3 hafta siz masalangizni yechamiz. Masalasini yechib bugun masalasini ko'rsatib, nechta joy bor, o'ziga qulay joylarni ko'rsatib berish kerak bo'ladi. Keyin o'sha auksion tartiblarini boshdan o'rgatib, yer olib berish masalasini qilish kerak. Minus o'tgan hisob raqamimizga, hisobotimizga gazimizni kesib ketgan. Shuni ruxsat berishingiz kerak. Korxona faoliyatsizga chiqib qolgan, sovuqlarni to'xtatib, faoliyatni tiklayveramiz. Faoliyatsiz korxonaga gaz shartnoma qilmayapti. Yordam beramiz.